Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Redrock va bugungi videoda sizlar bilan Free Fire o'yinida Still Up Pet o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Men Robloxda Still Up Rainroad'ni bilardim. Uni o'ynayorib, ko'p o'ynayorib bu Free Fire'da qanaqa kartalar chiqqanini bilmay qolman. Bunaqa g'aroyib kartalar chiqib ketibdi. Still Up Pet degan bu qanaqa petlar bor, qiziqqanimdan bitta o'ynagim kelib qoldi. O'z karta arzongina ekan. Men buni olish kerakmi? Uradigan bunday ham bor ekan. Mayri pig cho'chqa. Sekundiga $4 beryapti. Ba'zan yopish, to'xtanglar, ba'zan yopish kimdirlardan o'g'irlasak bo'ladimi? Ba'zasini yopib qo'ymasa bo'ldi. Level 2 level bo'lsam o'g'irlasa bo'lar ekan. Buni sotib olib bilamanmi? Bunisini oldim. Millionlik. Mayli bo'ldi. Dekor ham bor ekan. Ba'zan o'zi qancha paytga? 30 sekundga atiga shuncha kam vaqtga ba'zan yopar ekan dekor bunaqa. Bu nima ekan? 9 millionlik. Menda qancha bor? Mendagi redki. Mana shuni olaman. Mana shu ikkita eng zo'ri bo'ladi. Nimagadir ba'zan kam vaqtga rebit bor ekan. Level up. Bizga bitta qisqichbaqa kerak. Krab olsak, biz buni upgrade qilsak bo'lar ekan. Bugungi video atiga 11 minutlik bo'ladi, shuning uchun montaj ham qilib o'tirmayman, xafa bo'lish bo'lmasin. Shunchaki vaqtim kam bo'lgani uchun bunaqa qilib yasab o'tirmayapman. Bu qanaqa Mifический Brainrot o'ynayapman, Brainrot deyapman. Mifический ekan. Pet ekan, hayvon ekan. Yana qanaqalar bor. Bugungi videoda men точно krabni topmasam bo'lmaydi. U o'zi qanday Brainrot? Mifическийmi? Ko'rib kelmasam. Qanday level up? Krab yo'q deyman. Krabni topmasam men bitta upgrade qila olmayman. Mana krab. Xo'sh, buni yopib, krabni olib kelib oldik. O'zi ham eng oddiysi degandek emas, juda ham yaxshi ekan bu. Rebit xiqni bosamiz. Yes, rebit qilindi. Krabim ketdi. Mana. Endi ikkinchi levelmi? Menda nechanchi level? Men levelim nechaligini ko'ra olmayapman. Unda o'g'irlasa bo'ladimi? Xo'sh, bu bratimiz ham oddiy ekan. O'g'irlashga zo'ridan bo'lsa-da. Takoy o'yinchi bo'lsa, o'g'irlashga yaxshi. Kim uryapti? Mana buni olsammikan? Qanaqasiga urilyapman? Voy, o'g'irla. Voy, bo'lmay qoldi. Bunda o'g'irlash qiyin ekan, sekin yurar ekan. Mayli. Roblox bo'lganda o'g'irlab ketar edim, lekin bu o'yinni o'ynashim kerak bugungi videoda.
Bu nima bu? Bu pet sotib olsa bo'ladimi deyman. Ha, pet uradiganni ham kuchaytirsa bo'lar ekan. Lekin menda 6 ta tanga bor. O'zi uni qanday Tegma. Rahmat, brat. Yopib qo'yay. Kayf qil. Kayf qil. Yo. Yo qiz. O qiz, o'g'rilik yomon. O qiz, basharangizga urib qo'yaman. O qiz, asabga tegma. O devorga siqib uraman. Nima sen meni jamoamdan ko'rinyapsan, 4-o'yinchi bo'lib. Ba'zan yopib qo'yamiz yana. Men bitta kelli bratni ko'rib qoldim. Brat emas, qiz. Yo. Nima bo'ldi? O'xshamay qoldi. Mayli, bu nima sotadi? Kuchli mifik brainrot. Voy, uxlatib ketdi. Nima yozmadi menga? U oldi deb. Eng zo'rini olib qochdi. Mana bu to'p. Qaranglar, to'pni olsak, mana bunday bazaga olib borish kerakmi? Qatga olib borish kerak. Gol qilish kerak ekan. O'zi to'p nima uchun kerak? Men tushunmasam, bu o'yinni birinchi marta o'ynayapman. To'pni kirgizsa yetdi. Ha, tushundim. Qancha to'pni o'zining stavkasi bo'lar ekan, o'shancha to'pni olib borsang nimadir bo'lar ekan. Voy, tushundim. Poq. Bola bo'ldi, borib kelish yoqmay qoldi. Juda ham ko'p vaqtimni olib qo'yapti. Shuning uchun endi men brainrot yig'sam bo'ldi. Brainrot deyapman, biladi. Pet, hayvon. Hayvon yig'ishim kerak. O, mana bu nima? Mana shuni olamiz. Tak. Nima bu? Legendarniy chetaq. 15,000. Men oldiv skinimmi? Men avvalgi skinimmi? Men setimni kiyyordi. Voy, million beradigan. Bazasi ochirsa mendan baxtlisi yo'q. Buni bazasi qachon ochiladi? Qancha qolibdi ekan? Yo. Still 6-level bo'ldi edi. Voy, mifikni o'g'irlash uchun 6-level bo'ldi edi. Pastga. Davay bos. Voy, hammasi mifik. Voy, 6-level bo'l. Men qanday 6-level bo'laman? Men bazam qayerda? Mana. Vela. Menga prosta pul berib yubordi. Men bitta zo'rdan takoy brainrot olmoqchiman, deymi? Bola, hozir men dahshatini topib beraman sizlarga. Dahshatini topaman. Climb pets income. Bitta mifik. Mana 15 ta bo'ldi. O'zi o'tga olib boraversang nima bo'ladi? Birinchi mifik epic brainrot, lekin juda ham musor. Nima deyapti menga? Bazamdan chiqsam mablag' strelka ko'rsatuvdi. Yo, endi ko'rsatmay qo'ydi. Men bitta zo'r brainrot kerak edi menga. Mana bitta legendarniy brainrot olamizda va videoni tugatamiz. Shutda ham sevishmasa o'lib qoladi bular. Voy, pulim yetmaydi. Unda pul yig'ishni boshlayman va videoni to'xtatib turamiz ekanda.
Yo, bolalar, sizlar bilan men vaqtinchalik retrok bo'ldim va keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga xayr, sog' bo'linglar.